Xo'p, qizlar, darslarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi darsimizni yakunlab oldik. Taassurotlar qanaqa qizlar? Zo'r. Hammaga yoqdi, alhamdulillah. Ya'ni bugungi darsimiz qo'rquvlar yengish va amaliyot o'zlarida amaliyot qilish edi. Men maqsadimni bajardim. Qizlardan so'rayapman, maqsadinglarga sizlar yetdinglarmi? Qo'rquvlar ketdimi? Qo'rquvlar ketdi, mashaalloh. Darsimiz muvaffaqiyatli yakunlandi birinchi kuni. Alhamdulillah, Alloh ilmlarini ziyoda qilsin, foydalariga hujjat qilsin. Maza qilib ishladim. Hammasi ilmga chanqoq, ixlos bilan kelgan o'quvchilar. Bunaqa o'quvchilar bilan hech qachon charchamayman. Kimnidir majburiyati bilan majburlanib kelingan qizlar emas, aksincha o'zligi xohlab maza qilib o'rganishdi. O'sha burchida turgan opam aynan qizlari Madinada hijoma muolajasini qilar ekanlar. Qizlari mana shu ayolda o'qing, iltimos oyi deb o'zlari pulni to'laveribdilar. Allohumma barik. Rosa haqlariga duo qildik bizlar, mashaalloh.